oyijon. Siz ham qo'ymaysizda. O'g'lingizdan xavotir olmang. Mazza qilib kayf qilib ovqatlanyaptilar. Qo'llarimni o'ynatib, bilqillatib mantiq berganman oyijon. Issiqqina. Ana yeb o'tiribdilar. Manti degan. Manti bo'lsa men ham yo'q demasdim. Oyijon, xavotir olmang. O'g'lingizni boqinga boqilgan buqadek boqyapman. Haftada 2 marta osh, 2 marta manti, как положено bor. Nima? Qo'shnining uyi bilan bizni uyalashtirib olmadingmi, bodo? Xo'p bo'ladi, oyijon, xo'p bo'ladi. Siz nima desangiz shu. Opajonlarimni olib mehmonga kelinglar, a? Bir oylardan keyin. Endi yemay qoldi. Alo, oyijon. Mana keliningiz mantiq qilganda bir dunyo. Shu oyijon kelmasalar tomog'imdan o'tmayapti deb turib olganda. Qo'yib bersa bu chirillab yig'lab beradi-da. Oyog'ini tirrab turib olgan. Oyijon bo'lmasa men yeya olmayman deb. Ha, boy o'zi aytishga xajolat bo'pti-da. Shunga sirrishni chiqib kelmasangiz bo'lmaydi. Ha, opalarimni ham oling. Bir 8-9 kishi bo'lib ko'ringlar. Ha. Xo'p. Kichik ekansiz. Qayda o'ylaysan? Yarim soatda manti pisharmikan? 10 kishi. Mushukcha. Miyav. Otan oyligim tushdi, voy. Dadasi, oyligim demang, oyligimiz deng. Axir u ikkalamizni pulimiz-ku. Ha, ikkimizni pulimiz. Xotin! Qaydasan? Ko'ramsan? Ho, dadasi. Suyunchi ber, xotin. Ertaga salonda mashinam chiqar ekan. Dadasi, mashinam demang, mashinamiz deng. Axir hamma narsa o'rtamizda-ku. O'rtamizda? O'rtamizda. To'g'ri. Kakras. 1 oy bo'ldi pravo olganimga. Mashinamiz chiqsin, oldini ko'tarib haydayman. Mashinani oldini ko'tarib haydasang, keyin gaylar mashinani o'zini ko'tarib ketmasin-a? Tek haydaver. Onangni engur shuncha ham sog'liq chiqadimi, ha? Ha, dadasi. Nima gap? Sudda xat ketdi. Ana u magazindagi soliqlarimiz to'lamaganimiz uchun MIBga oshib ketibdi. Nima darrov soliqlarim, qarzlarim deysiz? Sizni qarzingiz u, qarzim deng, solig'im deng. Meni hech qanaqa aloqam yo'q. Men unga bormasam, ko'rmasam, ovqatga qarang. Xotin g'irt qo'sh ho'kiz deyishardi. Lekin aniq bilaman, mana shu vaziyatga aytishmagan. Xotin, yoqqa kel. Sen bitta savol bersam maylimi? Mayli. Cho'chqacha. Mana yangalaring bu yerda nima qilyapti? 2 kundan beri xonamizda turibdi. Bo'ldi-da yangi endi. Hamda yashaylik biz ham odamga o'xshab. Hamda yer xotinni haliga tushunishdi. Bazigaro, bazigar. Tu hai bada. Assalomu alaykum Qo'chqor aka. Yaxshimisiz? Oy popu. Sizni uydagilarimga aytdim. Yo'q. Nima deyishdi? Xo'p deyishdi, lekin bitta muammo bor. Akam sizni ko'rmoqchilar. Akang qamalgan shekilli? Kecha chiqdilar. Mayli, ko'rishaman. Rasm bor? Ha. Mana. Akasi morzokorlarga o'xshaydi-ku. Aka, yo. Agar singlimni xafa qilsang, go'shtingni burdalab, qiyma shashlik qilaman deganmidim. Agar singlim yana bir marta xafa qiladigan bo'lsang,
go'shtingni kalbasaga topshiraveraman. Tushundingmi? Qo'chqor aka? Qo'chqor aka? Ay, Ha! tinchlikmi? Akam kelyapti. Ha! Ha! Haligi men bora qolay. Salom. Assalomu alaykum, aka, yaxshimisiz? Siz o'sha yigit nima ekan? Ha, menman. Agar singlimni xafa qilsangiz, go'shingizdan qiyma shashlik qilaman. Xo'pmi? Xo'p, aka. Sog' bo'ling. Sal qoldi. Qiyma shashlik ketadi. Yaxshisi. Onam aytgan qizga uylanaman. Ye, kuyovlar ham? Endi kuyovlarim bir kelib qolibsizlar. Mana shu ko'chatlarni ekib, yer ardab. Uni shu ishni qilishga masalan do'ppi degan osh qilib beraman. Ye, adajonim o'zimni do'ppida yoshlarni biz qilamiz. O'qinchi kuyov. Boja Shu kuyov. men belimda grisham bor og'riydi-da, og'ir ko'tarish mumkin emas. Bojingga qarshi boraman. Shunday tushundim. Ashadajon bola? Hozirda biraman. Alo. Dada, otang keldi. Oh, benle qaytadin yo'q-ku? Endi rostdan hozir dalilman bor-da, boja. Boja nima u? Boja men ham oshni zo'r qilaman. Tovarlarimizga skidka ketyapti, aka. Boja bu narsa kerak emasmi? Jonim o'zimni boring bir chiroyli qilib choy damlab keling. Birgarimizda choy ichaylik. Boja, mana shu qaynukani chopish kerak edi, hovlini ikkiga bo'lib olardik. Bo'lishib olamiz. Andan narigi bojamchi. Narigi bojangiz, men hal qilaman uni. Dadang bilan gaplashib, hovlini to'q ferma qo'rsa yaxshimi deyman-da, normalniy soqqa kelib turardi. Alo, avtosalonmi? Ha, anavi kuyovlarimga deb bu ayni zakaz qildim. Shuni отказ qilish iloji bormi? Endi yerni o'zim oldirayapman-da. Mayli. Dadajon, hech xavotir olmang. 50 ta odam aytib qo'ydim. Hozir yerda adar-to'ntar tashishadi kelib. Qani ovora bo'lsa kuyov? Nimaga? Qani ular nima qilyapti? Dada, begonam nima qilas? Bir surib pisku. Paxta. Kuyishliklarga qara. Ishlaysan, suka. Bolalar, ustoz kelyapti. Xalaq bermay tur. Ey, nima qilyapsan? Direktor kelyapti, yig'ishtir hammasini. O'rtoq Sharipov. Uzr, assalomu alaykum. Ma'qul bu. Dars jarayonida bolalar PUBG o'ynab o'tiribdi. Uzr. Hozir hammasiga tushuntirib beraman. Bolalar, bundan keyin ikkinchi marta maktab hududida PUBG o'ynash mumkin emas, shundaylarmi? Ertaga ota-onalarni chaqirib kelasizlar. Ota-onalar majlisi bo'ladi. Qani, hamma tursin. Ne'mat Husanovich, ming bor uzr. Boshqa bunaqa holat takrorlanmaydi. Menga ishonavering. Boshqa qaytarilmas. Bo'ldi, ustoz, bo'ldi. Nima qilib to'g'rasan? Hazillashdim-ku. Nima qilib to'g'rasan? O'rtog'imizga jo'ra. O'quvchilar oldida sal ayasang bo'lardi. Hazillashdim. Jo'ra qara. Oxirdagi deding ikkita bolam ko'ryapsan, o'sha ikkalasi PUBG'da shunaqa zo'r o'ynaydi. Mana shu komandamizni qo'shib olaylik ikkalasini. Davay, dahshat o'ynaydimi? Choch olaylik. Erta xonangga chaqir. Gaplashamiz. Bo'ldi. Mashinani nima qilding? Aka, ko'zmi nima u? Haydashni bilmasang nima qilasan bu yoqqa qo'yib? Men birinchi qo'ydim mashinani. Qanday birinchi qo'yasan? Joy yo'qligini ko'ryapsan-ku, nariga qo'ysang bo'lmaydimi? Normalni gapir. Zo'rlayib yig'amiz, internetga qo'yamiz. Yo'q. Normalni gapir. O'lingni ol, nima qilyapsan? Mana qara. Urish olmaydimi? Solish kerak edi. Urish kerak-da jo'ra. Bu uchmaydi bu video. Yaxshi emas, bu urishmayapti-da. Solish kerak-da bir-birini. Ey, nima qilyapsanlar? Nima qilyapsanlar? Sal uyalaring, anti ikkitasi bir-birini go'shini yeyapti. O'zbekmisan, musulmonmisanlar? Kap-katta bola video o'tirganingni qara. Uyalmaysanmi? Sal erkak bo'laylik, erkak. Qilib o'tirgan ishingni qara, aytda yeyapti bir-birini. Bo'la, aytda zapal bo'lyapti. Bitta qiz bilan bitta bola mostga kirib ketdi. Ketdi syomka qilamiz. Yo'q. Voy bala, shuncha gapni kimga gapirdim ha? Vijdon qani, insof qani? Telefonim zaradi qani? Zaradi bo'lganda cho'tki video olib Instagramga joylardim.